Hozirgi bajarilgan amaliyotimiz bemorimizni prostata bezidan orqa peshob orqali 12 ta joyidan biopsiya olindi. Demak, bu bemorimiz bizga bir hafta oldin murojaat qilgan. Kelgandagi shikoyatlari tunda ko'p marta siyishga, siygandan keyin qo'lda siydik qolish hissiga, siydik bosimi pasayishiga shikoyat qilib kelgan. Biz bemorimizni instrumental tekshiruvlarni va laborator tekshiruvlarni o'tkazdik. Ob'yom prostatalar o'lchandi. Endi bu yerda prostata bezida yaxshi sifatli va yomon sifatli giperplaziya bo'ladi. Bu narsani biz differensial diagnostika qilish uchun qondagi prostata spesifik antigen tekshiruvini tekshirdik. Biz buni tekshirganimizda bemorimizni natijasida bu me'yordan baland chiqdi. Ya'ni bu onkologiyaga shubha qilinadi bunda. Va shundan keyin keyingi tekshiruvga o'tdik. Ya'ni bu kichik chanoq bo'shlig'ini, prostata bezini multiparametrskiy magnit rezonans tomografiya paytisi bo'yicha tekshiruv qilindi va buni natijasi ham me'yordan baland chiqqanligi uchun endigi qilinadigan tekshiruvimiz demak transrektal multifokal biopsiya olindi. Bu olingan biopsiyalarni biz gistologiyaga yuboramiz. Patogistologning xulosasiga asoslanib keyingi o'tkazilishi kerak bo'lgan operatsiyani tanlab olamiz.